bu ko'l qishlog'i. Qishloqning ichida yuribmiz. Hozir qishloqdan o'tib yana tepaga chiqib ketamiz. Bu qishloqni keyin tepadan tomosha qilasizlar, vahshiy chiroyli bo'ladi. Eski buzuq traktor. O'sha zamonda qurilgan ustunlari bilan uylar. Ko'chalarni qaraydi. Bolalar maktabdan qaytishyapti. Va alaykum assalom. Qalaysan? Qo'lini ko'ksiga qo'yib salom beradi. Mana odob, mana tarbiya. Baland bo'ladi qishloq. Qora yo'q. Talab bo'lsa, Videoda bilinmayapti-yu, lekin normalniy badanga chiqib ketamiz. Qishloqning masjidi. Bormang.